Telegram kanal adminlarini qo'rqmasdan sirlar zaxirasi desa ham bo'ladi. Chunki ular hech kimga aytmaydigan, sir saqlaydigan ko'plab platformalar mavjud. Bugun biz sirli bo'lmagan o'sha platformalardan biri, ya'ni Controller botni o'z kanalimizda ishlatishni o'rganamiz. Eslatib o'taman, Controller bot yordamida siz kanalingizga postlarni kechiktirishingiz, uni o'chirib tashlash vaqtini belgilashingiz, tugmalar va media fayllar biriktirishingiz mumkin. Controller bot yordamida siz kanalingizni haqiqiy professional adminlardek boshqara olasiz. Demak, siz bilan Sindorus. Bugun biz siz bilan aynan shu mavzuni o'rganamiz. Like bosing, kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va biz boshladik. Demak, bugun biz o'rganadigan Controller botni Telegramdan topib olamiz. Qidiruv tugmasini bosamiz va Controller bot deb qidiramiz va quyidagi bot bizga chiqib keladi va Start tugmasini bosamiz. Start buyrug'ini beraylik, mana bunaqa yozib. Demak, я помогаю создавать отложенные посты. Ya'ni ushbu bot yordamida siz kechiktirilgan postlar yokida bironta postga media fayl biriktirish, reaksiya qo'shish yokida kommentariya va tugmalar qo'shish imkoniyati mavjud bu ushbu botda. Demak, new post orqali biz yangi post qo'shishimiz mumkin. Add channel orqali biz yangi kanalimiz va my channels bo'limidan kanallarni boshqarishimiz mumkin. Settings bo'limida esa nastroyka botni nastroyka qilib olamiz. Demak, add channel bo'limi orqali biz qanaqadir botim bor ekan, nechinchi yillar kimligini ulab berganman, bilmayman. Bu akkauntimda bor ekan. Изменить bot qilamiz va подключить bot tugmasini bosamiz va bot fazerdan o'zimizga bot tuzib olamiz. Bot tuzish videosi to'liq holatda mana bu videoda tushuntirilgan. Ushbu video mana bu tepa o'ng taraf tepa burchakdagi bildirgilardan, podskaskalardan topib, ko'rib o'zingizga bot ochib olishingiz mumkin, agarda bot ochib olishni bilmasangiz. Demak, botni avval ochamiz, keyin videoni davom ettiramiz. Va biz bot ochib oldik. Ochib olganimizdan so'ng biz bot tokenini ushbu Controller botga jo'natishimiz kerak bo'ladi. Demak, Controller botga yuboramiz. Добавление kanali изменить botda bosamiz va hozirgina ulagan botimizni qo'shamiz. Demak, biz botimiz tayyor. Endi ushbu botimizni o'zimizning kanalimizga ulab olamiz. Demak, kanalimizga kiramiz, kanalimiz profilini ochamiz va mana bu yerdagi qalamchi tugmasini bosgan holatda adminlar bo'limiga kiramiz. Admin qo'shish bo'limidan esa botimiz username'ini yozib qidirtiramiz. Va mana bu yerda botimiz chiqadi. Botimizga xohlasak barcha ruxsatlarni berishimiz mumkin, chunki bot o'zimizniki, bot xavfli emas. Va galishka tugmasini bosamiz, qarabsizki bizning bot admin bo'ladi. Demak, Controller botga qaytamiz. Controller botga esa ushbu hozirgi kanalimizdan bironta postni forward qilamiz. Uzatamiz. Bizani botimizga Controller botga uzatdik. Va Sindorus uchun misol kanali успешно ulandi. Va soздать новый post tugmasi orqali botimizga o'tgan holatda kanalimizga yangi post yuborishimiz mumkin. Va hozir botimizga qaytamiz. Bir nimani eslab qo'ling. Kanalimizni to'g'ri post yuborish uchun my channels buyrug'ini yuboramiz va bizning kanalimiz mana Sindorus uchun misol kanaliga kiramiz va часовой poyezdan часовой poyezni bosamiz va bizda mana bu narsa belgilangan turishi kerak. Часовой poyezimiz aniq bo'lishi kerak. Masalan, menda GMT 5+, Aziya, Samarqand, Qarshi. Bizani gorodimizni nomini yozib qo'ygan holatda biz vaqt mintaqamizni to'g'rilab olishimiz mumkin. O'shanda bot to'g'ri, to'liq ishlaydi. Endi esa botimizga bemalol qaytaveramiz. Hozirgina o'zimiz Sindor Controller botiga qaytamiz va biz yangi post joylashimiz mumkin bo'ladi. Deylik, bironta rasm. Mana bu rasmni tashlaymiz.
Добавить kommentariy. Добавить kommentariy tugmasi orqali biz kommentlar tugmasini qo'shishimiz mumkin. Postimizda kommentlar qoldirish tugmasi paydo bo'ladi. Agarda botimizda kommentariy qoldirish uchun guruh ulanmagan bo'lsa, bundan foydalanishimiz mumkin. Yoki ulangan bo'la turib, postimizda ba'zi bir tugmalardan foydalanmoqchi bo'lsak va tugmalardan foydalanganimizda bilasizki, postdagi kommentlar tugmasi yo'qolib qoladi. Shuning uchun mana bu funksiya bizga qo'shilgan. Kommentariyani hozir yozib qo'ydim, chunki postimga tugmalar ham qo'shib ko'rsataman, keyinchalik tugmasiz ham ko'rsatishim mumkin. Va postimizni tagiga nimadir yozmoqchi edik, esimizdan chiqib ketdi. Bu uchun qaytadan jo'natish shart emas, chunki oldingi postimizni tahrirlab qo'yamiz. Salom. Va bu yerda ham o'zgaradi. Agarda postimizda markdown amalga oshirmoqchi bo'lsak, uni Telegram o'zidan tahrirlab qo'yaveramiz. Masalan, qalinni bosib turamiz va mana bu yerda 3 ta nuqtadan qalinni tanlab qo'yamiz. Yokida kursiv. Bunday qilamiz. Kursiv qiya deyilar ekan o'zbekchada. Yokida mono. Mononi bilasizlar, u ustiga bir marta bossanglar avtomatik kopirovat qilib olinadi. Yokida link. Link havola. Link havola o'zbekchada havola, onada link. O'rtasiga chizilgan qilishimiz mumkin. Tagiga chizilgan havola yaratish orqali bironta havolani biriktirib qo'yamiz. Masalan, Telegram Sindorus. Va bizda buni qilamiz. Havolalari bilan hammasi o'z holida bot qabul qiladi. Keyin esa add native comments. Qo'shimcha kommentlar tugmasi bu. Добавить reaksiya tugmasi orqali esa biz like'lar yoki biron nima tugmalar qo'shishimiz mumkin. Masalan, bunda tashlasa bizada mana bunaqa holatda like paydo bo'ladi. Yoki удалить reaksiya qilib turib, добавить reaksiya qilgan holatda salom. Salom. Mana bunaqa slash qo'yamiz. Alik. Yokida pastga tushib mana bunaqa emojini ketma-ket yozib tashlaymiz. Va bizda mana bunaqa natija paydo bo'ladi. Slash qilib ishlatilganda bir marta slash ishlatsangiz yoki shunaqa so'z bilan ishlatsangiz, har doim slashdan foydalanishingiz kerak. Mana bunaqa ketma-ket yozganimiz bizda bitta reaksiya bo'lib qoladi. Va keyingisi добавить URL knopka. URL knopka bu o'sha linkli knopkalar. Masalan, salom knopkasi. Mana bunaqa joy qoldirib chiziqcha qilamiz. Mana xuddi example da link beramiz. https://telegram.me va Sindorus. Mana linkda kopirovat qilib olaylik. Mana buni keyingi qatoriga xuddi shunaqa qilib yozsak, ikkinchi qator deylik. Link yozamiz va ikkinchi qatorda yana ikkita tugma qo'shmoqchimiz va bu yerda ham mana bunaqa chiziqdan foydalanamiz. Xuddi mana bu tepadagidek. Mana shunaqa chiziqdan foydalanib ikkinchi tugma deymizdan chiziqcha qo'yib yana linkni kiritamiz. Va bizda mana bunaqa holatda tugma paydo bo'ladi. Salom o'zi bir alohida qatorda, ikkinchi qator, ikkinchi tugma. Ikkinchi qatorning ikkinchi tugmalari. Va bularni ko'rdinglar, уведомленияni выключить qilib qo'ysak, biza yuborgan xabar kanal kuzatuvchilariga ovozsiz holatda boradi. Xullas, birinchi post shu, buni yuborib ko'ramiz. Очистить tugmasini bosish orqali biz hozir hamma qilgan narsalarimizni yo'q qo'yishimiz mumkin. Predprosмотr esa mana bu postni yuborilganda qanday ko'rinishi, nechta post borligi va отменить orqali biz отмен qilishimiz mumkin. Dalее tugmasi orqali davom etamiz. Va задать таймер для удаления. Post tashlgandan keyin o'chirib yuborish vaqtini biz belgilab qo'yishimiz mumkin. Nima deydi? Reklama qo'yganimizda bu ancha qo'l keladi. Va public задать таймер qilaylik. Avval qo'yilgandan keyin bizda 3 daqiqadan so'ng o'chirib yuboriladi.
3 chas, 3 ta chas qilib qo'ydik. Chas emas, 3M. 1 soatlar, eng kami 1 soat ekan. Demak, 1 soatdan keyin o'chadigan qilib qo'yaylik. Опубликовать tugmasi orqali biz hozir uni опубликовать qilishimiz mumkin yoki отложить tugmasi orqali biz uni bugun, ertaga, ertadan keyin yoki bugun aynan vaqtini yozib qoldirishimiz mumkin. Masalan, 13:36 bo'lsa, biz 13:39 da yubormoqchimiz va 39 ga rejalashtirildi. Va bizda yangi so'zlar post, yangi post yaratish tugmasi, ya'ni postni kechiktirib qo'yish yoki bizani xabarlarimizni redaktirovat qilish, kanalimizga bot tomonidan yuborilgan xabarlarni, mana bu kechiktirilgan postlar bizning haligi postimiz turibdi. 18 dekabr 13:39 da. Statistika orqali biz kanaldagi statistikani ko'rishimiz mumkin. Mana bunaqa holatda mana yoshligida qanaqadir kanalda ulangan avtoformatirование Markdown o'zi qabul qiladigan format qiladi va звук уведомленияni выключить qilib qo'ysak, hammasi ovozsiz holatda boradi. Перед просмотр ссылок esa bizda link, oddiy xabarda shunchaki link bersak, linkni tagi ko'rinib qoladi. Linkda mavjud bo'lgan narsa, masalan YouTube'ga link, YouTube'da o'sha videoni nomi bilan obloshkasi ko'rinib qoladi. Xuddi shu narsani o'chirish. Reaksiya va по умолчанию har bir postimizga avtomatik reaksiya qilishimiz mumkin. Masalan, mana bunaqa deylik, reaksiya по умолчанию saqlangan. Va sozdат post qilamiz. Aytgancha bizning kanalimizga o'zi 1 daqiqa qolibdi. Sen o'zimiz uchun misol yana bir post joylaymiz va bunda прикрепить mediafile bo'limidan foydalanamiz. Salom, ardamgidek va прикрепить mediafile tugmasini bosamiz va bizda link berishimiz mumkin yoki mana bunaqa qistirib qo'yishimiz mumkin o'zimiz rasmimizni. Yoki bironta kanaldan olingan videoga link berishimiz mumkin, video yoki istalgan media xabarda. Xuddi shunaqa holatda uzmoviy kanallari yoki o'sha kino kanallar asosan shunaqa post joylashadi. Asosiy videoni boshqa kanalga joylab qo'ygan holatda o'zlarining kanaliga post qilishadi. Ko'rib turganingizdek, avtomatik reaksiyalar halaga kiritganimizdek qo'shildi. Men buni 3 marta jo'natganim uchun 1 martasini qabul qilibdi. Demak, qolgani o'sha kommentariyalar. Adnativ. Добавить adnativ komment. Natивный kommentlar. Просмотрlarni shart emas. Dalil qilamiz. Va опубликовать qilamiz. Опубликовать. Kanalga yuborildi. Shunchaki hozir kanalni ochib ko'ramiz va bizning birinchi postimiz mana bunaqa holatda yuborilgan. Открыть kommentariy orqali biz saytdagi kommentlarga o'tishimiz mumkin. Mana bunaqa holatda. Salom tugmasi bizni kanalga yo'naltiradi. Ikkinchi qator ham xuddi shu. Mana bu reaksiyalar ko'rib turganinglardek. Bu yerda esa прикрепленный mediafile, ya'ni qistirilgan mediafile. Va like. Shunaqa. Necha kommentlar qo'shilmadi. Xullas, controller bot ancha ko'p funksiyaga ega, ajoyib holatda. O'zingizning kanalingizning statistikasini kuzatib borishinglar yoki o'zingizlar mana bu hozir redaktirovat qilib ko'ramiz. O'zingizlarning postinglarni qaytadan redaktirovat qilishinglar mumkin. Uzatamiz. Shunday kontrollerga. Va ko'rib turganinglardek, uni media fayllarni olib qo'yishimiz mumkin, ya'ni qistirilgan, hozirgina qistirilgan media faylimizni yoki qo'shimcha tugmalar qo'shishimiz mumkin va original ko'rinishini ko'rib, сохранить изменения orqali o'zgartirishlarni saqlab qo'yishimiz mumkin. Bu yordamda siz kanaldagi postni istalgan vaqtingizda tugmalarni o'zgartirib olishingiz mumkin. Lekin aynan video olingan paytda bot salgina mana shu bo'yicha xatoliklarga duch keldi.
Keyinchalik buni o'zingizlar sinab ko'rishingiz mumkin. Xullas, sizlar bilan Sindorz bo'ldi. Meni Telegramdagi Tigrafuz kanalimga obuna bo'lishni esdan chiqarmang hamda Telegramdagi foydali bo'lgan Sindor Uzbotga start bosib qo'ying va o'zingizga kerakli qiziq ma'lumotlarni olishni esdan chiqarmang. Bugun biz kanal adminlarining birinchi sirini ko'rdik. Keyingi videolarda bundanda ko'proq sirlarni o'rganamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha aytgancha kanalimga obuna bo'ling va trendda bo'ling.